Shajaraga oid misolni yashashni boshlaymiz. Demak, Nodirbek Ismoilov 4-variant 33-dan 35 bo'lgan savollarning ketma-ketlikda demak ishlashni boshladim. Demak, men shajarani chizib oldim va qanaqa chizganimni tushuntirib ketaman. Ketdik. Proband bronxidaksilga kasallangan ayol. Demak, proband bu ayol ekan. Bronxidaksiliya bilan kasallangan ekan. Shu joyda men bitta narsani bilib ketishim kerak. Barmoq kasalliklari, ya'ni bronxidaksiliya autosoma dominant kasallik. Demak, eng muhim qismi bizada eslab qolishimiz kerak. Bronxidaksiliya bu autosoma dominant. Bizda proband ayol deyilgan. Proband ayolni men bu yerga chizib oldim va har qanday probandni, ya'ni probandni belgilab olaman. Mana bu proband ayol. Demak, eslab qoling, bronxidaksiliya kasalligi bo'lsa, men uni bo'yab ketaman. Demak, shajara yozib oldim. Mana proband ayolni bo'yayman. Proband ayolni bo'yab oldim. Demak, ishlashni boshladim. Proband ayolning 3 ta akasi va bitta singlisi bo'lib, ularning barchasi sog'lom. Demak, e'tibor bering, proband oilasida uning 3 ta akasi bor. Mana 3 ta akasi va mana bitta uning singlisi. Yana sizga tushuntirishim kerak bo'lgan narsa bu, demak, eslab qolamiz. Agar bizada to'rtburchak bo'lsa, bu ifodalaydi erkak organizmni. Dumaloq ifodalasa, bu ifodalaydi ayol organizmni. Agar dumaloqni ichi yoki to'rtburchakning ichi bo'yalgan bo'lsa, to'liq bo'yalgan bo'lsa, kasal bo'ladi. Ya'ni o'sha belgiga ega bo'ladi. To'rtburchak chiziqcha dumaloq bo'lsa, turmush bo'ladi bu. Shu narsani bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, e'tibor bering, proband ayol, uning 3 ta akasi bor va bitta singlisi bor. Uni yozib oldim. Davom etaman. Probandning otasi shu kasallikka chalingan. Demak, probandning otasini topib olaman. Demak, mana probandning otasi. Chunki proband tug'ilgan-ku, mana. Endi probandning otasi ham shu kasallikka chalingan ekan. Demak, buni probandning otasini ham bo'yab olishim kerak bo'ladi. Probandning otasini ham bo'yab olaman. Mana probandning otasi ham ushbu kasallikka chalingan. E'tibor bering, onasi esa sog'lom degan. Onasiga hech nima bo'yamayman. Probandning amakisida ham bronxidaksiliya bo'lib, uning xotini esa sog'lom. Probandning amakisi bu erkak kishi hisoblanadi. Yozib olaman. Mana amakisi. Amaki, u ham kasal. Demak, kasallikni bo'yab olishim kerak bo'ladi. Probandning xotini sog'lom. Xo'p, davom etamiz. Shu qismiga keldik. Amakisining 4 ta o'g'li va 6 ta qizi bor. Demak, 10 ta farzand yozib oldim. Mana 4 ta o'g'il, mana 6 ta qiz. Xo'p, bitta o'g'li va 2 ta qizi sog'lom, qolganlari esa shu kasallik bilan chalingan. Demak, eng chekkadagi o'g'lini sog'lom qildirdim. Demak, 3 ta o'g'lini mana kasal qilaman. Endi bizda probandning 2 ta yo'q. Amakisining 4 ta o'g'li, 6 ta qizi bor edi. 2 ta qizi sog'lom. Demak, 4 ta qizni kasal qilaman. Demak, chizib chiqayotganlarim bular kasal hisoblanadi. Demak, ushbu oila haqida ma'lumot yozib oldim. Amakisini yozib oldim. Davom etaman. Amakisini qilib bo'ldik. Endi probandning 2 ta ammasi bor. Ulardan biri sog'lom, ikkinchisi kasal. Demak, bitta ammasi, mana ammasi yana ayol kishi, bittasi kasal, bittasi esa sog'lom bo'ldi. Demak, uni yozib olaman. Kimligini? Bu ikkalasi ham ammasi. Probandni. Davom etamiz. Demak, ammasi haqida ham gaplashib oldik. Probandning otasining onasi. Proband otasi, mana belgilaymiz. Xo'p, proband otasi, otasining onasi. Mana probandning onasi. Xo'p, demak, probandning onasi haqida ma'lumot. Probandning, demak, otasining onasi, ya'ni buvisi ushbu belgi bo'yicha kasal. Probandni buvisini kasal qilib olaman. Yozib olaman. Bu buvisi hisoblanadi. Probandning buvisi, demak, ushbu belgi bo'yicha kasal.
buvasi degani bobosi demoqchi yoki do'dasi deyiladi. Buvasi ushbu belgi bo'yicha sog'lom, demak hech qanday bo'yamayman. Xo'p, buvisining 7 ta opa-singli va 4 ta aka-ukasi bor. 7 ta singlisi va 4 ta akasini yozib oldim. Xo'p, opa-singillardan 3tasida bitta ukasida ushbu kasallik bo'lmagan. Bitta ukasi sog'lom, 3 ta singlisi sog'lom demoqchi. Demak, ularni belgilab olishim kerak. 3 ta demak singlisi sog'lom bo'lgan deganida buvisining opa-singillaridan 3 tasida kasallik bo'lmagan. Demak, 3 tasida kasallik bo'ladi. 3 tasini sog'lom qilib oldim. Mana 3 tasini 4 tasini kasal qilib olaman. Bitta ukasida sog'lom edi. Demak, qolgan 3 tasi kasal bo'ladi. Mana qo'yib olaman. Yozib oldim. Bitta ukasi, 3 ta singlisi sog'lom bo'ldi. Endi bobosi haqida gaplashamiz. Xo'p, buvasining 2 ta aka-ukasi, 3 ta opa-singlisi bor. 3 ta aka-uka, 2 ta opa-singil, 5 ta farzand bo'lishgan. Ya'ni 6 ta farzand bo'lishgan o'zi bilan birgalikda. Xo'p, buvasining barchasi bronxitit bilan kasallangan. Hammasi bronxitit bilan kasallangan ekan. Hammasini bilib chiqishimga to'g'ri keladi. Davom etaman. Buvisining otasi ham bronxitit bilan kasallangan. Buvisining otasi mana bronxitit bilan kasallangan. Endi davom etaman. Onasi shu belgi bo'yicha sog'lom, demak sog'lom bo'lgan. Xo'p. Buvisining otasida normal barmoqli 6 ta aka-ukasi va bronxitit belgi bilan kasallangan 3 ta singlisi bo'lgan. 3 ta singlisini kasal qilamiz. 6 ta akasini sog'lom qilamiz. 3 ta singlisini kasal qilib qo'yishim kerak. Kasal qilib qo'yaman. Bo'ldi, demak men ishlab bo'ldim shajarani. Demak, endi 33-chi, 34-chi, 35-chi punktlarni ishlashim kerak bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor berasiz, ishlashni boshlaymiz. Ketdik 33-chi punkt. Probandning buvisi tug'ilgan oila farzandlarining necha foizi normal uzunlikdagi barmoqlarga ega ekanini toping. Probandning buvisi, mana buvisi tug'ilgan nechta farzand bor? 1, 2, 3 belgilab keting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ta farzand bor ekan. Yozib olaman. 12 ta farzand bu 100%. Endi bizda normal uzunlikdagi bronxitit bu katta barmoqlilik. Normal degani sog'lomi. Sog'lom nechta? Bitta, 2 ta, 3 ta va 4 ta. Foiz topish uchun demak 4 tadan necha foiz deyman? 12 dan 100%, 4 dan qancha foiz deydigan bo'lsam, 25% chiqadi. 34-punkt. Probandning amakisining oilasida tug'ilgan o'g'il farzandlarning necha foiz? O'g'il farzandlar nechani topishim kerak? Amakisi tug'ilgan oila. Amakisi tug'ilgan oila degani yo'q, amakisining oilasi degan ekan. Uzr, amakisining oilasi, ya'ni bu tarafda. Xo'p. Bizda probandning amakisining oilasi mana, demak 4 ta o'g'il farzanddan bittasi sog'lom. Demak 1/4 bo'ladi sog'lom so'ragan bo'lsa. Bizda ham sog'lom so'ragan. 4 dan 100%, bittam qancha deyman? 25% chiqadi. Demak, 35-punkt. Xo'p, probandning buvasi ota tomonidan tug'ilgan oilada farzandlarning necha foiz? Probandning buvasi, mana buvasi, probandning buvasi tomonidan tug'ilgan oila. Buvasi tomonidan tug'ilgan oila bu otasining oilasi hisoblanadi. Xo'p. Farzandlar necha foizi normal uzunlikdagi barmoqqa ega bo'ladi deyilgan. Bizda probandning buvasi ota tomonidan tug'ilgan oilada probandning buvasi tug'ilgan oila haqida so'ralgan ekan. Demak, 6 ta farzand tug'ilyapti bizda. Necha foiz normal uzunlikda? 1, 2, 3, 4, 5 tasi kasal bo'lsa, bitta buvasini o'zi sog'lom tug'ilgan. Demak, 1/6 bo'ladi. Demak, 6 dan 100%, bittam necha foiz deymiz?
Demak, javobimiz 16,66% degan javob chiqadi. Demak, men A shart 33, 34, 35 punktlarni hammasini qilib bo'ldim.